Salom hurmatli obunachilarim. Bugun sizlarga zo'r narsa o'ylab qo'ydim. Bilasizlarmi nima? Erimga prank o'ylab qo'yganman. Kesalar qo'rqitmoqchiman. Mazam yo'q deb ishdan chaqirib olganman. Hozir ko'rasizlar. Men buni olaman. Shuni tashiyman-da. Kesalar. Va! Deyman, qo'rqarmikinlar? Erjon, Na bo'ling tezroq. Nima qilyapsiz? nima? Bo'ling chiqing. Mana keling, hamga turing. Voy, ayollar bitta narsa. Hozirlik kirib kelaman. Xuddi bilmagandek televizorxonaga kiraman, xo'pmi? Tayyorsiz a? Ketdi. Erzoxon. Erzoxon. Yo'qmi deyman. Erzoxon, televizordan yonib qolib ketibdi. Oybekka qo'rqib ketdingizmi? Ay, yomon qo'rqdim. Yuragim tushib qoladi-da. Zo'r o'xshabdi demak. Ana ko'rdinglarmi nima dedim? Voy, prank qilyaptingizmi? Ha. Yurak tushib qoldi. O'xshadimi? Yomon o'xshatasiz-da.